Ginekolog bo'laman degan qizlarga bu sohadan ko'ra boshqa sohani tanlashni maslahat bergan bo'lardim. Chunki hozir olib qarasangiz, bizni tibbiyot institutida o'qiydigan qizlardan 60-70% dan so'rasangiz, kim bo'lasan kelajakda desangiz, ginekolog yoki akusher-ginekolog bo'laman deydi. Hech kim aytmaydiki, ginekologdan ham eng zarur, suvdek zarur bo'lib turgan soha vakillari ayol proktolog bo'laman deb hech kim bizda aytmaydi. Yo qiziqishmaydi yoki bilmadi. Hozir bizni O'zbekistonda ginekologlar juda ham ko'p. O'qishni bitirgan ham ginekolog bo'lib ketyapti, o'qishni bitirmasdan turib ham ginekolog bo'lib olyapti odamlar. Lekin ayol proktolog umuman yo'q. Ginekolog bo'lish yaxshi. Ayollar salomatligi bilan ham kimdir shug'ullanish kerak. Siz ginekolog bo'lib turib, tug'ruqgacha bo'lgan davrda ayollar salomatligi bilan shug'ullanasiz, lekin tug'ruqdan keyingi davr bilan kim shug'ullanadi? Gemoroylar, anal teshiklar yo'riqlari kim ularga qaraydi ayollarga? Ayollarimiz borishadi, proktologlarga borishadi, erkak proktolog o'zlarida bo'layotgan narsani bir ochiq-oydin bir aytib berisha olmaydi yoki bir nimasi bir uyalgandan bir hamma narsani bir tushuntirib berisha olmaydi. Shuning uchun bizga ayol proktolog juda ham kerak biz O'zbekistonga. Yana bitta narsa, ginekolog bo'laman degan erkaklarga sizlarning fikringlar qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring.